Assalomu alaykum qadrli Parvoz aka-ukalar, hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi aka-ukalar? Aka-ukalar, 6 ta dumi qora, bitta oq bakim bor. Mana shu oq bakim bo'lsa kerak. Mana deysiz. Xo'p, bitta 4 tasi piskun, 5 toshi oq bilan 5 tasi chiyilli ekan juvoni. Bittasi sal kattaroq, bitta katta nar bor xolos. Aka-ukalar oladigan ishqibozlari bo'lsa, ukaxonimiz o'zi uchirgani to'plab boqyotdi. Endi sababli bo'lib, umuman kaptarni qoldirmay yo'qotyapti. Aka sotib yuboraylik degani uchun video qilib beryapman. Xo'p, telefon nomer 91 673 33 63, adres Marg'ilonda. Kaptarlarni kelishtirib beramiz, xudo xolasa. O'ziga qarab hammasini oladigan bo'lsa 100 mingdan. Donasini 100 mingdan, dumlari hammasiniki tiniq, kesma. Bitta yarimta pati oq bo'lishi mumkin, lekin unaqa emas. U parchada katta nardiki ozgina tayida oqi bor ekan. Qolgan hammasi cho'tki, xudo xolasa hijolat qilmaydi. Bola narsalar kimga zarur bo'lsa olib boqib ko'rib, uchirib ko'radi. Ukamiz ham o'zi qimmat pulga yig'ib kelgan edi buni ota-onalarini. Bu tayida bolasi borligi uchun kattaroq bo'lsa olib chiqib beray aka, u olmasin dedi, qoldi ota-onalari. Chiqqanlari mashinalar xullas sotiladigani hozircha. Yana olib chiqib bersa, yana xudo xolasa video qilib qo'yib beramiz, olishaveradi kimga zarur bo'lsa. Shu oqni ham rasa uchadigan kaptardi bolasi, mana shu oq ham. Qanoti ham uzun ekan o'zi kaptardi. Bitta mana mashinarda ozgina oqi bor. Qolgan hammasi kesma. Aka-ukalar o'pdim, hammasini bir joyga olaman desa 100 mingdan, bo'lmasam kelishtirib kelishamiz qolganini. Telefon nomerda aytdim, adresda aytdim. Bugunga yana xudo xolasa video qilib beraman. Yana kechga xudo xolasa sotiladiganlar bor. Yana bitta do'stimiz ham olib kelib beryapti. Mana bizda dumi qora. Kecha 8:15 ta tushgan kaptarlar. Mana shu ikkita, keyin ko'kbosh bilan jupi modasi 8:15 ta tushdi, asrda uchib ketib. Shuna kaptar kapeskali uchirdi. Kaptarlar uchib ketdi. Yo'qolib qoldi, osmonga ham chiqib topib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. 8:15 ta tushdi keyin mana ikkitasi. Video olib berganman, ajoyib ko'ringani uchun mana buni bolasi ko'kladi, bolasini boqyapti. Mana qizil kalso, mana jupi. Tedinarimiz ham modasi yo'qoldi, mana uni ham. Kecha o'sha kapes kelganda uchib ketgancha qaytib kelmadi moda. Tayida ikkita tuxumi bor edi. Bir haftadan beri bosib yotdi. Mana ikkita piskunni chiqargan. Mana yangi ichinni olib kelib qo'ydik, do'stimiz olib kelib berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Sochli tuxumi bor. Asli o'zi mana bu kaptarlarda rabochiy qilishga avtoriteti to'g'ri kelmaydi, lekin men majbur bo'ldim, bular yangi tuxum qo'ydi, bitta ukamizga berib yubordim buni tuxumini. Tayiga tedilar tuxumini qo'yib qo'ydim endi, xudo xolasa ochib berar. Mana buni bollari katta bo'lib qoldi kaptarchalar. Shustri. Xudo xolasa bularni to'plab uchiramiz. Tuxum bosyapti shekilli mana bu ham. Kechga xudo xolasa yana bitta, agar olib kelib bersa kechga yana bitta video qilib beraman. Hamma o'zini ehtiyot qilsin aka-ukalar, bog'lanaverasizlar.